Biznesni boshlashda davlat xizmatlari kompleks tarzda ko'rsatiladi. Bu bo'yicha Prezidentning 214-sonli farmoni qabul qilindi. Farmonni qabul qilishdan asosiy maqsad tadbirkorlarning ma'muriy xarajatlarini 90 milliard so'mgacha kamaytirish. Davlat organlari bilan o'zaro hamkorlik jarayonlarida 15 kungacha vaqtni tejash belgilandi. Demak, ushbu farmonga ko'ra 2026-yil 1-yanvardan boshlab biznesni 15 daqiqada boshlash tamoyili asosida siz agar biznesingizni davlat ro'yxatidan o'tkazmoqchi bo'lsangiz, o'sha bir vaqt o'zida quyidagi xizmatlarni ko'rsatiladi. Ya'ni elektron raqamli imzo kalitini berishi, bank hisob raqamlarini ochishda ariza topshirish hamda ularni faollashtirish, ayrim faoliyat turlari bo'yicha litsenziya, ruxsatnoma olishga ariza yoki xabarnoma yuborish, ko'chmas mulk ijara shartnomani rasmiylashtirishingiz, QQS to'lovchisi guvohnomasini olish, onlayn nazorat kassa mashinalarini onlayn ravishda xarid qilish va ularni soliq organida ro'yxatdan o'tkazish, yuridik shaxs rahbarlarini tayinlash va uni yagona milliy mehnat tizimi idoralararo dasturiy apparat kompleksida hisobga qo'yish xizmatlaridan foydalanishingiz mumkin. Xullas, bu ancha tadbirkorlar uchun zo'r yengillik deb o'ylayman. Shuning uchun do'stlar, bu videoni tadbirkor tanishlarga jo'natib qo'yamiz.